dostları Kerenglaydi so'nggi qo'ng'iroq Hayır maktabim, hayır dostlarim Sho'xligi Bugungi tabriklaringiz muborak bo'lsin. Tabriklayman. Amin. Amin. Avvalambor bugun shu bayramlarni yaxshi qilamiz. Doim shunday bayramni yaxshi kunlar ko'paversin. Sog'lik amallar Xudoyim. Sizlarning hayotingizda bugun bir bayramday, bayramni kunlaringiz ham davom etsin. Tashkilot qilgan bog'lar va Xudoyim shuhbat bergan Xudoyim. Bog'alaringizni, farzandlaringizning yaxshi kunlarini ko'rmak nasib etgay. Hammamiz yaxshi kunlarda uchrashib, sog'lik amal qilsin. Amin. Şu bugungi tashkilimiz bilan 40 yillik yubileyimiz bilan hammamizni tabriklayman. Xudoyim shu aytganday butunlarga yetganlar bor, yetmaganlar bor. O'tganlarning orqalariga bo'lsin, qolganlar hamisha sog' salomat bo'lsin. Mana 40 yil degan hazilat gap emas. Shu 40 yilning ichida qanday voqea hodisalar bo'lib ketdi, kimlar o'tib ketdi, kimlar yaxshi yashayapti. Mana shu o'tgan kunlarimizga shukr etib, kelajagimizga yaxshi nazar bilan qarab, doim shu farzandlarimiz ham o'qimishli, chiroyli yigitlar, qizlar bo'lsin, oilalarimiz hamisha mustahkam bo'lsin, hammamizga sog'lom salomatlik, oilalarimizga tinchlik xotirjamlik, shunday yubileylarni ko'plab hammamizga nasib etsin. Amin. Rahmat, barakat, sog' bo'ling. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. To'rtinchi sinfdan Po'latov Raziyaga, keyin Istirxonov Begoyaga va oxirida 10 sinfni bitirganimizda Sirg'ayevasidan bilaroq bizlarni yangi hayotga yo'llantirgan. Lekin bu insonlarning yotgan joylari yorug' bo'lsin. Alloh rahmatlarga a'zo bo'lsin. Qancha ustozlarimiz o'tib ketdi, ularning qolganlari sog' bo'lsin. Shu sog' yurgan ustozlarimiz 100 yillarga chiqsin. Allohning bergan yoshlarni yashaysin. Kamlarga amin bilan qancha mehnat qilib bizlarni o'qitgan qolaversinlar, Jumoyaga, Ro'ziboyaga, Aymanjon opamlar bizlarga fidakarandan mehnat qilib, biz uchun qancha ter to'kib, bizni inson qilgan, bizlarga ruchka daftarni berib, bizlarni bu darajaga yetkazgan ustozlarimiz. Albatta ustozlarga va ustoz otaqay ulug' deganlaridek, ustozlarimiz ulug' insonlar. Ularning qo'yniga tiz cho'ksak arziydi. Hurmatli do'stlar, hurmat ehtirom bilan so'z navbatini Jumoyaga bersakda so'ng suhbat. Quvonib yurganlarimiz hammasi yapashyapti. Katta tarixiy voqealarni bugun eslayapmiz. Men avvalo Allohga hamdlar sizlarni bizlarni mana shunday kunga yetkazdi. Hammamizning mana ömrimiz barakat shukrlar ko'ryapmiz. Yana niyat qilishib, mana shu yerda o'tirganlar hammasi yana uzoq yashab, bundan keyingi 50-60 Xudoga qaralarda ko'rish nasib etgay. Sizlarning hammangizga uzoq umr tilayman, sog'lik amallik tilayman. Sizlarning sabringizda bo'lgan, lekin shu yetib kelgan o'g'illar bilan ularning joylari jannatda bo'lsin. Keyin mana ustozlarimiz bor. Sizlarga bu ta'limlarga bergan ularning ham joylari jannatda bo'lsin, rahmat bo'lsin. Ularning hammasini bugun hurmat bilan esga olamiz. Yana bir marta sizlarni bilan bugungi tadbirdan chin ko'ngildan tabriklayman. Sizlarga sog'lik, salomatlik, uzoq umr tilayman. Mana bu tadbirlar davom etaversin. Bu el xalq uchun juda katta gap bu. Butun rayonga yayiladi, internetga chiqadi, YouTube'ga chiqadi. Buni ko'rib hamma sizlarga tavsiyalar aytadi, rahmatlar aytadi. Hammangiz sog'lik, salomatlik tilayman. Ko'pchiligini ishlarni qo'yib, boshqa yoqlarga yerlarni qo'yib kelib o'tiribdi. Hammangizga rahmat, sog' bo'linglar, ishlaringiz omad. Yüzüngizden ustazlar, yürsem yine bu teberrük izingizden ustazlar. Assalamu alaikum ustazlar, hoş gelipsiz. Merhaba. Şu bizim yıllık jubileyga bizlerden vakit etmesler, sizlerle minnettarız. Hazır söz navbatini bizlerning o'qituvchimiz, sevimli o'qituvchimiz Aymanjon opama va Kelmaniga beraman. Hurmatli o'quvchilar, mana sizlardan bitirganimizga 40 yil bo'ldi.
liselerde okutan vaxtında nanday kızlar, yigitler idi. Hemmemiz. Hazırda şu 15-20 yaşa kızlar, yigitler. Hele tedbirler olsa çıkıp oynap, devrelerde kızları, hoşlar aytып yürgen kızlar, yigitler sizler. Mene bunlarını koyup diyeyim, şu tedbirler esime düştü. Bu program Katyuşa'na koyduk. Romanda deyip yetkilerde Katyuşalarla oynap, hoşlar aytып, dün çıraylı olup yönetim bunlar. Yani şu devrelere ötüp edip mene bitirgenimizde 40 yıl oldu. Şu 40 yıllık jubileylerimiz bilen sizlerle tebrikleyeyim. Keyingi işlerimizde, hayatlarımızda ona muvaffakiyetler dileyim. Endi sizlerden o'qish talab qilib qattiq gapirgan bo'lsam, endi kechirim so'rashdan Mavludi ketdi. Degan bo'lsa, qattiq gapirgan bo'lsa, yoki bir shapalaq urgan bo'lsam, kechirgayli bo'lsa, bu hayot bu. Sizlerden şu vaqtda talabimiz o'qish edi, tarbiya edi. Kim tarbiyani buzsa, kim o'qishda qatnashmasa, maktabdan qochib ketsa, bizlarning vazifamiz ushlab gapirib o'tirg'izib, şu sizlerge birer narsa o'rgatishiydi. To'g'rimi axir? Ana shuni biz sizlerden talab qilganmiz. Ana shu talablarimiz o'rinli bo'lsa kerak. Mana shu o'qiganlarimizning natijasida mana chiroyli oila qurib, yaxshi ishlar, chiroyli bo'lib, hozirgacha mana yuribsizlar. Sizlar ham endi yashamas ekansizlar, 60ga yaqinlab qolibsizlar. Yana 2 yildan keyin 60 yillik yubileylarim bo'ladi. Şunun için keyingi işlerimizde de omad olsun. Farzandlarimizni o'qitinglar, yaxshi tarbiya beringlar. Yaxshi tarbiya bersangiz, sizlarning kelajaginiz, mana shu farzandlarimiz, o'g'illarimiz, qizlarimiz sizlarga non tutadi. Sizlarni tarbiyalarda tarbiyalaydi. Bu hayotiy misol. Mening o'zimning hayotimdan misol, mana Juma akamning hayotidan misol, Rozim akamning hayotidan misol. Hammasini o'zlarimiz guvohi bo'lib yuribsizlar. Shuning uchun o'zlaringiz ham izlaringlar, ortiqlarimizni tarbiyalanglar, chiroyli qilib, o'qitinglar. Shu mening iltimosim sizlardan mana shu bolalarimizni bilimli qilinglar, ish qilib, qo'lingizdan kelgancha. Bilimli inson hech vaqt turmaydi. Mana yigitlarni to'y marakaga qo'yib turamiz. Bundan keyin ham sog' salomat bo'linglar. Ko'p shunday yaxshi kunlarda, uchrashuvlarda o'tkazmak nasib etsin. Farzandlarimizning to'ylarini aytib turinglar, bize imkon darajasida borishga harakat qilamiz. Sog'lig'imiz to'g'ri kelsa, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Rahmat mana shunday tashkillar uchun. Chiroyli qilib tashkil qilibsizlarni, tashkilotchilarimizga da rahmat. Hammasiga rahmat. Sog' bo'linglar. Yaxshi kunlar. Birimizga hava, birimiz u yoqda, birimiz bu yoqda. Uzoq aytsa qizlar rayon bo'yicha sochilib ketgan bular. Ular baxtli bo'linglar. Bu ishlarimiz bir o'rgatli ish, ko'plarga bir misol bo'ladigan ish. Mana buni ustoz muallimlar aytganday birinchi sinf, ikkinchi sinf vaqtlarimiz, men sizlarni voyinli harbiy bo'yicha o'qitdim. Bağların köpleri sıfırvaniye kettiği kızlar hemmesi benim kolumda okumışlar. İslam terbiye her bir terim boyunca. Hazmedeki hemen kocalıkta, ailesi kette kocalık olup, aile olup, bala aktılar, terbiyeler olsa. Sizlerin vazifeniz iyi bir adaş bir tane ne de şu bağlar terbiyeler, atlar bağlar. Hazır mektebe bir kızık bulup kaldı. Ko'pincha yoshlarga ota-ona yaxshilik qilmasa, rehberlik qilmasa qiyin hozir. Ko'pincha yo'lda nelar bo'lyapti hodisalar. Maktabda o'qituvchilar shunday qiynaladi, bolalar aytganga yetmaydi, u qiladi, norozi bo'ladi ko'plari. Bizning vaqtimizda bir Alnaka degan inspektorimiz bor edi. Shunda bolalar aytganda qilmaydi, u bu deb yetgan vaqtida muallimlarga yomon bola yo'q. Yomon o'qituvchi bor deydi bizlarga. O'qituvchi aqlli bo'lsa, o'qituvchi bilimli bo'lsa bola
terbiyesi olmaydı yani. Şunu en kulağında kalan. Şunun için en birinci vazife sizlerge balalarınızı, aklarınızı terbiyeleş. Daim soğuk amalık olayım. Şu bala terbiyesinde, hocalıkta, rehberlik kılışında bağlarga, kızlarga soğuk amalık bilmezlerge. Bu işler için rahmet, soğuğuna aman olunlar. Barıp kelyapti, Yevropa mamlakatlarida bo'lib kelyapti. Mana yaqinda mana Gulnora Sidimbekova Saudiya Arabistonlaridan keldi. Hamra Chexoslovakiyalarda bo'lib keldi. Muhabbat degan qizimiz mana yaqinda Moskvadan keldi. Ishqilib dunyo yuzini ko'ryapti. Har bir mamlakatning, har bir yurtning o'zining chiroyi, o'ziga xos mentaliteti bor. Lekin mana Allohga shukr, nafaqat bu Yevropa mamlakatlarida, Rossiya, bizim O'zbekistonimizda so'nggi 5 yilning ichida Shavkat Miromonovich prezidentimizning tashabbuslariga binoan juda ham chiroyli bo'lib ketyapti. O'zbekistonning ko'rkiga chiroyga chiroy qo'shilyapti. Qolaversa Qoraqalpog'istonimiz, Beruniya rayon rahbariyatlarini hammasidan rahmat deb o'tib ketaman. Shu vaqtda shu insonlar sog' bo'lsin, omon bo'lsin rahbarlarimiz. Endi qolaversa menga baribir ana Alisher Navoiyning bir g'azali esima tushdi. G'urbatda qalb shadmon bo'lmas emish. El anqiga shadqu mehribon solmas emish. Qafas ichra gar qizil gul bitsa bilbil va tiqordek ashyoni bo'lmas emish. O'zga yerning bog'i bilan bog'chasi o'z elining yontaricha ko'rinmas deydi. Baribir nima deganida bizlarning shu istaholat o'zimizning shu shuarlar yontaqda joyimiz kirdik qanimiz taqacha bir chiroyli bo'ladi. Fransiya Parijning Eiffel minorasini bilmagan odam yo'q. Necha metr balandlikda qurilgan, lekin shu Eiffel minoraga o'zimizning maktabdagi boshligiga ham almashmayman. Baribir ona vatanimiz. Hofiz bergan Samarqandning Buxoroning bir xoli uchun. Tursunzada atagandir Osiyo Afrikaning bir yori uchun. Edebiyat yaxshi o'qigan. Mana shu aziz ustozlarimizga atalgan sovg'alarimiz bor. Shuni hozir olatchi o'quvchilarimiz topshiradi. Eshjon va Aygul, Bochqarva Muhabbat, Xudoyurgina Gulnora Hamro. Chiqib ustozlarga Rahmet, sağlık amalıklar, bazı yapmalar, hem bir şey bağlayacağınızda uzak umru görüp bağlarınızın aklınızın kızını görüp yürümek nasip etmiyorlar. Daimizden çıkarsın. Hatta Daim işleriniz amandan kaynasın. Hemen sağ salamet olunlar. Farzandlarımız katta yigitler olsun, kızlar olsun, aklılarımız okumuşlu olsun. Hemen sağ salamet yürümler, aman olunlar. Atölyelerinize rahmet sizlerden. Dostlarımızın mutları şart olsun. Kalan kutluçlarımızın ürler uzak olsun. Her nasıl kutluçlarımızın bu beylerler. Tebrikliyim. 80 yıllıklarımızda götürmüş nasip etsin. Cuma aka, Rozma aka, qolgan o'qituvchilarimiz ham sog' bo'lsin, umrlar uzoq bo'lsin. Shunday ishlarni saymoq bardavom bo'lsin, 60, 70, 80 yilliklardan o'tkazish nasib qilsin. Sanoydi.
Söyledim de. Assalamu alaikum. Şu kunlarga yetkazgan, tartib bergan, tarbiya bergan ustozlarimga ming rahmat deyman. Mana sizlar sababli shu darajaga yetdik. Allohga shukr. Sizlarga rahmat deyman. Mana Allohga shukr, qizlarimizni, bolalarimizni hammasini o'qitdik. Xudoga shukr. O'zimiz ham mana sizlarga ham rahmat. Tarbiya berib, tartib berib o'qitganlaringizga. O'tib ketgan o'qituvchilarimizga va sinfdoshlarimizga tiyursin. Shu Ruhsat bu bayramlar. ruhlar shod bo'lsin deyman. Yanada boshqa da bayramlarni birga kutib olish nasib etsin. Mana 40 yillikni kutib olayotgan ekanmiz. Xudoyim 80 yilliklarda, 100 yilliklarni kutib olish Rahmat qiladi. Hammaga nasib etgay. Bizlarga shu sinfdosh bo'lishni havas etib, bizlarga do'st bo'lganlar va bizlar uchun xizmat etgan odamlar Bazar Ahamiyatov. Bazar Ahamiyatov. Assalomu alaykum. Toza. Sen toza üzerinde bir de bir tiyatrosu olmakta. Aynen. Benim rahmet. Yemin benim sevdiğim. Sağ olun. Ama yemin Aytavur ko'rak yuvoji bas baraymiz da. Hiç kaldım. Muallim kirsinmi? Ketishman karsdan. Assalamualaikum. Sukses. Waalaikum. Allah nega. Ona rahmat. Hemen çıkıyoruz bu yapıyoruz. Hurmatli sinfdoshlar, juda bir yaxshi tilsizliklar bor ekan, mana zo'r chiroyli o'tgan tilayman shuni sizda yaqinlarimga ko'z tegmasin deb. Bilasiz, g'animatmiz bir-birimizga. Dunyoda mehrdan kuchli nima bor yana? Shirin so'z aytishdan charchamaslikla bizlarni bog'lab tursin mehr va diyor. Nazardan juda qilmaslik Parvardigor, Parvardigor. Mana davom qilib, so'zlarni berib aytmoqdan rahmat bo'lsin. Sizlarga shuni qo'shqar va muboraklar. Ustozlar, assalomu alaykum. Sizlarga Xudoyim uzoq umr bergay, yosh bergay. Endigi hozir 40 yillikdan inshaalloh gapirgan ekanmiz, 50-60 yillikdan inshaalloh shu yerda Xatarda kam bo'lmay o'tirgaysizlar. Sizlarga ta'zim beramiz. Rahmat. Do'stlar, hammangizga 40 yillik bayramlarimiz qutlug' bo'lsin. Ham maqsadimiz kamaymasin. Hammangizning oilangizda tinchlik, xotirjamlik bo'lsin. Shunday yaxshi tadbirlarni o'tiraverganmiz. Tashkilotchi Qurol, Hamroh, Dilbar sizlarga ming rahmat. Doim hamma shunday aktiv bo'lib yurgaysizlar. Ustozlar, sinfdoshlar, shu bizlarda bir o'qituvchimiz bor edi, kimyo fanidan. Itoyaga, student Itoyaga ruhlari shod bo'lgan Xudoyim shu odamni. Hamsiz rahbar. Sinf rahbar bo'lsa bizlarga shuni hozir shu singlisi bor edi, shu beraman so'zlarni duo etaman. Hurmatli ustozlar, assalomu
Şüphesiler. Bugün şunday kutlayıp birbirlerimizden sizlerle korkutkandan Kosanımız daimle 40 yıllık oturgan tanıkanımız daimle 80 yıllık oturgan ana şunday olup patarımızda yürüyesiniz. Canlar, baktırımlar, sırtaşlar silahının derdinden. Yine şu sınıftaşlarımın tilektaşına hemen size sağlık, selametçiliğine hemşe şunlar hazır 60 yaş olsa 70-80 yaşlarda şimdi oğlunun sırtı olup oturur gelmiş. Şimdi söz nöberini yine bir kemgel sınıftaşımız var. Hadi arayalım. Mustafa günler yakından geldi. Hemşe şu oturma nasip ediyorsun. Uzakta da, uzak yıllarda yürüyen sınıftaşlarımız var idi. Sırgayıp Azama, Bahadır, Kazakistan'da. Şunun nazır turmuş orada gelen tebriklemede Sırgayıp'ın hakkında şu kimin getiremiz. Hoca'nın namından tebriklemiş katıllarımızdan daim sınıftaşlarımızdan ayrılan 80 yıllarından şu dedi oturumdan Assalamu alaikum hürmetli ustazlar, sınıftaşlar. Cümle şöhretli bayramlarınız kutlu olsun. Emmemizden. Şöyle oğuz bacılarımızın mağayı. Hemşe şöyle oynayıp öpmek nasip edeyim. Usta, hiç kalırsan mı? Hiç kalmışsın var mısın? Esselamu Aleyküm ustazlar. Ömürleriniz uzak boğay, bizlerge talim terbiye bilgileriniz çok rahmet. Aklımda bir bakma, bu var şu bizlerge dileklerini bildirip hacılarımız niyetlerini bildirsin. Ustazlarla. Assalamu alaikum hürmetli ustazlar, sınıftaşlar, kızlar, yigitler. Sağ amanımızla verin. Şu bir zamanda 40 yıl olup kaptık, göz açıp imaman degence. Saçlarımız akargandan sezmek biz şunca vakt ötüp gitkenini. Şu talim bergen ustazlarımız sizlerge ming rahmet. Ayımcan apamın ayttan bir geyde katı söyledi, geyde yumuşak söyledi. Kaçıp gitken okutçular oldu, tuğru. Şundan bize de tuğru yolda başlap, talimde ayamay verip, şu günge yetkazdi. Daim Allah'ım, ustazlar ömürleriniz uzak olsun. Allah'ım bir yaşlarda kırayım. Ve sınıftaşlarımızdan, hatamızdan hata olmayıp, köp bayramlarda, köp şunday jubileylerde körüp oturabiliriz. Hayat şunda yaşanırsa ki, yaman dillerge olup gitadi, ilk kadardan dostlarından. Keler tebrikler, 40 yıl yübireyimizde tebrikler oturdu, Allah'ım dünya birgece dostluğu ustazlara. Bu ustazlara bizlerden okudu, bu dereceye yetkazınca kança kıynalgan. Bunlardan başındaki ak saçlarında bizlerden kıssalarımız var. Bizler için saçlara bakar. Allah'ım dünya birgece ustazlara yine bir mertte rahmet, tepte minnettarçılığımızı bildiremiz. Sağ olun, selamat olun ustazlarım. Tamam olun. Sizlerge de rahmet. Hemen vaktinizi ayırattı. Ben de şu Oğuz Başlıkımına, yurtlardan, kızlardan Oğuz Başlıkımına teşkil edilgen eken, teşkilatlara rahmet, videoçumuza da rahmet.
Buna bu tarihe mühürlenip kaladığın gün bu. Tarihe mühürlenip kaladığın. Rahmet usta. Kimlerdir şunu görse, arzu kıladı, havasaladı, bize nege gitmedik, nege kolumuzda kemiyemediydi. Bana şunday teşkil edilgen yigitlerin bir de köp maşakkatı mihnet neticesi bu. Rahmet, hemmenize rahmet. Ben köpçeğinizde, ailenizdeki teşviklerden koyup gelip otursunlar. Hemen kuancan şerik balıkta otursunlar. Hemmenize rahmet. Bu sizlerin atalarınız dergâ terbiyesi, sizlerin şunda terbiyesi, kardeşlerin terbiyesi, bunların kemmumiydi. Sağ olun hemmenize rahmet. Mana sizlarni ko'rib o'tirib bir narsalar yodimga tushdilar. Mana şurada hayat Emin Boy. Men bularga aytadigan edim, rus tili bilan chet tildan qochib ketadigan ko'p bo'lmuş. Al qochmanglar, chet tili sizlarga kerak bo'ladi. Hali boshqa mamlakatlarga chiqasizlar. Rus tili eng kerakli fan edi shu vaqtda. Rus tilidan qochadi bular. Qochmanglar, bu kerak bo'ladi. Hali armiyaga borasizlar. Xat yozasizlar uyga deganda qochib ketadigan edinglar, to'g'rimi? Shuni o'zi aytdi. Ustoz dedi bir kuni. Siz to'g'ri aytgan ekansiz. Mana bizlar hozir Rossiyaga borib qiynalyapmiz dedi. Ha, nega qiynaldinglar desa, til bilmaganimiz sababli dedi, ko'p narsani yo'qotib qo'yyapmiz. Haqiqatga. Ana haqiqatni tan olib aytishni o'zi bu mardlik. Keyin mana o'tib ketgan Polat Rustam degan bola. Bu yerda magazinda turgan ekan, ichib olib. Men ham magazinga ishimdan kelib qoldim. Ustoz deb asıldı. Her taşlapma dese, siz nega bizlarda deydi şu vaqtda deydi, rol o'qitmagan ekansiz. Bizlar bilan deydi, yanıma qara ishchi bo'lib deydi, tapqanimizga arak yeyib yuribmiz bilan deydi. O sen deydi, şu vaqtda aytgan tingladimmi axir Rustamboy desa, to'g'ri deydi, tinglamadim deydi. Siz ko'p yaxshi gaplarni aytadigan edingiz. Lekin bizlar deydi, hayotning bunday bo'lishini o'ylamagan ekanmiz, tasavvur ham qilmagan ekanmiz deb o'zlari tan olib aytyotirdi. Mana shu hayotda bizlarning aytgan narsalarimiz albatta sizlarga to'g'ri yo'l ko'rsatuv, mana shu fanlarning qayerda, qaysi makonda kerakligini eslatib, talab etib bo'ldi. Mana shuning uchun shu vaqtlarda qochib ketmay yaxshi o'qish kerak edi. Xayrat solib. Ko'p o'quvchilar shu 5-6 soat bo'lsa, ya chet tili bo'lsa, ya rus tili bo'lsa, anglab turadi-da, bular ko'ramiz. 7 soat desa rus tili bo'lajak, hozir biz ketdik. O ketmanglar, o'qinglar deb shu vaqtda shunday yaxshi gaplarni aytib, bulardan iltimos etganmiz. Ko'plar tinglagan, ko'plar tinglamagan. Mana hayotda o'zlari guvohi bo'lib, qiynalgan vaqtlarida mana shu gaplarni mana Aminning o'zi aytdi menga. Ayamlarına da emindim hem yaptı. Ana shunday sizlardan talab etganimiz shu bilim bo'ldi, tarbiya bo'ldi. To'g'ri yuringlar, to'g'ri turinglar, gap so'z bo'lmasin, obro'y to'g'ilmasin deb bizlar ichimizda ota-onamizdan ko'ra ko'proq harakat qildik avval. Shu sizlarning vaqtli yaxshi yashashingizdan istaganmiz bizlar. Shuning uchun Diyaqda da yaxshi yaşanglar, sağ salamat bo'linglar. Haligi G'afurullohning bir she'ri var. Aziz asrimizning aziz otlari, aziz odamlardan so'raydi qadrin. Fursat g'animatdir, shaxsatirlarla bezamoq chog'idir umr daftari. Mana shu umr daftarlarimizda hamisha yaxshi narsalar bilan bezab, chiroyli bo'lib yursanlar, bizlar xursandmiz. Sizin ders Evvelder hürmetli
Şu devremiz katnaşçıları bugün bu bağınızda açtık, kuvançlı gün, yaddan çıkmayacağın gün. Sizlerden mektep bitirgenlik 40 yıllık münasebetime ötmüşümüzde işlevadırmız, yaxşı günlerimizi işlevadırmız. Arasında bazen naca hareketler boğan ballardan, boğan mehum oradan, onları işlevadırmız. Şimdi bunların hemmesi yaşlılıkka. Mine bugün Xudaga şükür hemmemiz vayaga yetip, aileli bolup, farzandlar terbiyelap, bularning yaxshilik kunlarini ko'rib yurgan ekansizlar. Mana bunday kunlar Xudo umrbod davom qilaversin. Ko'p davom qilsin-da. Hamisha sog' bo'ling, omon bo'ling. Mana shu tashkil etgan yigitlarimizga rahmat. Mana shunday tashkillar ko'p bo'laversin. Mana shunday tashkillar hammada Alloh taolo yetkazaversin. Sog'lik bo'lsin, omonlik bo'lsin. Hammangizga rahmat aytaman. Sizlarga uzoq umr, sog'lik, salomatlik, tinchlik, xotirjamlik tilayman. Elden, halkın hamisha nazarında bo'linglar. Baxtli saodatli bo'ling. Bilal ganimet dedim şunday uçraşıp görüşüp oturtmaz. Teşekkürleştirdilerlerge rahmet. 2 yıl burun Kurulvay degan bir Damashqa baratganda poyezdda uçraşıp kaldık. Biraz gurunglaştık, şunda gurung etiydi. Şunda niyetimiz var dedi. Her deyim yazma şu niyeti yazmış. 2 yıl oldu. Bir vakit saati var eken keldi şuraya geldi. Uçraşıp Soğuk amalık olsun. Bunu ortaya getirişçilerim köp maşakkatlar, neler var. O'zi için kılış gerek, köpleri havalandırış gerek. Kızlar her burçakta, her kaysi her yerde. Daim soğuk aman bulunlar, farzandlarinizin yaxşı günlerini görünler. Bana terbiyede kılayım, o yazışma kaynaklar kılayım. Şu vatanımız tinç olsun, elimiz parahat olsun. Baktığınız yatmağa, işiniz kaytmağa, hemen şey yaxşı günler düşüyorsunuz. Nasip etsin olayım. Hürmetli ökeler, hürmetli singiller, hammangizga bugungi quvonchli kunlarimiz qutlug' bo'lsin. Xudoy baxtli bo'linglar. Farzandlaringiz o'zlaringizdan ham ko'proq baxtli bo'lsin. Yaxshi kunlaringiz ko'p bo'lsin hammangizning. Oilalaringizda to'ylar bo'lsin. Shu topganlaringizning hammasini yaxshi kunlarga, to'ylarga, bolalaringizning ilm oluvuna sarflasanglar, bu quvonchli kun bo'ladi. Mana shunday uchrashuvlarni o'tkazmak nasib etsin. Mana tashkilotchilarga rahmat, Hamraga, Qurolvoyga, Dilbarga o'rtaga keltirib, oson emas. Har kim har yerda bor. Hammasini jamlab, o'zibachilik etib, shunday tashkil etgan ekansizlar. Shu tashkillaringiz abadiy bo'lsin. O'zlaringiz sog' salomat bo'linglar. Farzandlaringiz omon bo'lsin. Doim shu yaxshi kunlaringiz ko'p bo'lsin. Shunday yaxshi kunlarda bizlardan taklif etsanglar, omon yursak, havo qatnashib, xudo xolasa. Xudo xolasa. Davralaringizga. Shunday go'zal davralarimiz ko'p bo'lsin. Go'zal, chiroyli, o'zlaringiz ham mana chiroyli bo'lib kelibsizlar. Bir xil formada, havo. Ana shunday gulday bo'lib, ochilib yuraveringlar nega. Yigitlar Hammangizga keksalik nasib etsin. sog' salomat bo'linglar. Bu kunlar g'animat, esdalik bo'lib qoladi bu kunlar. 40 yildan keyin uchrashmoq degan ko'p odamga nasib ham etmaydi. Mana nasib etgan ekan. Shunday yaxshi kunlaringizga shukrona aytib, xursand bo'ling, sog' salomat bo'lasizlar. Omon bo'linglar. Sog' bo'ling. Aman bo'ling. Qurolvoy Toshkentda to'y bo'laman. Adresini bersin. Yaxshi bo'l. Eng birinchi shu bizlarga hayot saboqidan darslar ta'lim berish ustozlarga yana bir bor ta'zim etamiz. Ta'zim ustozlar. Şu adımızda daima sağ yurib, şu yubileylarni kutish yana nasib etgan, yana kutaverganmiz. Hammangizga oilaviy baxt, saodat tilayman. Yubileylarimiz qutlug' bo'lsin. Xudoy yutuqlarga chiqib, quvonib, zo'r bo'lib o'tibdi deb o'tirgaysizlar. Qurolni hamrohimizlar duo berib o'tirgaysizlar. Hammangizga chiqalar. Hamisha duolarimiz. Qadrdan ustozlarim, Xudoyim sog' bo'linglar, omon bo'linglar. Qimmatli vaqtlaringizni yo'g'otib, bizlarni bir hurmat etib, kelib, bugun o'tirishdan minnatdor bo'ldik. Juda xursand bo'ldik. Ilohim dunyo turgancha turing.
Evvelem yukarıda aytib o'tdi, mana shu sochlaringizdan ag'arganda bizlarning hissalarimiz ko'p. Sochlarimiz ag'ardi. Bo'lmasa qap-qoraydi sochlarimiz. Endi ana shu darsdan qochib, sho'qlik etgan bo'lsak, bir marta uzr endi qaytib o'tmaymiz. Ustozlar, sizlarga rahmat. Sizlarning dunyo turgancha turing, lekin mas'uliyatlaringizga erishib, yuzga chiqib, yosh bo'lib, oilamizda, elimizda bosh bo'lib yuraveringlar. Mas'uliyatlaringizni kattadan katta rahmat. Sizlarga o'sha minnatdor bo'laman. Sinfdoshlar hammasi sizlarga xursand bo'ldim. Yaxshi bola, yaxshi qiz bola yigiraverasiz. Sinfdoshlar hammasiga rahmat. Aktiv, qizlarimiz zo'r. Mana hammasidan chiqib ketgan yeri bor. Lekin shu vaqt topib, imkon topib, bari kelib o'tirgan ekan. Bu maqsad emas. Yeridan so'rash kerak. Ya bo'lmasa bolasidan so'rash kerak. Shunday xo'jalikda bo'ladi. Lekin shular hammasi kelib o'tiribdi sinfdoshlarim. Rahmat qizlarga. Endi bag'alar kelaveradi bularga yo'q. Ruxsat kerak emas. Xudoyim sog' bo'lib, omon bo'lib. Endi bir narsa aytacaqman, mana bizlarning bir mehmonimiz bor. 40 yildan beri ko'rmadik. Mana Erlik qala bir 50 qala dedi. 50 qalaning manyonidan kelayotgan bir mehmon. Azatga bir to's navbatini bersam. Assalomu alaykum hammaga. Allohga rahmat. Shukr sizlarga ko'rganlarsiz. Hizmetleriniz sağlam gelsin. Sırtlaşlar. Kapılarınız mübarek olsun. Vaatlarınız böyle. Yok yok bırakma şu. Sağ olunlar, selamet olunlar. Rahmet. Sağ olun. Tamam. Yok, хорошо, onda tilagingni bildir. Bunda eshitganlar aytsin, yana aynan aytacaq quloq bo'lsa. Ha, bo'ldi. Chetin betib. Eshitganlar ayt, bunaki chetin betib aytadi. Bir tilag. Qani yigitlar, bir gap qilyapti. Zo'rlar. 1 minut. Tamam. Hurmatli ustozlar, aziz sinfdoshlar, hammangizning bilan 40 yillik bayramlaringiz bilan tabriklayman. Ustozlarıma rahmat deyman. Aql berib, tartib berib, o'qitib, shu darajaga yetirgan ustozlarimga ming rahmat deyman. Amin. Chunki shu darajaga yetdik, Allohga shukr. Mana o'zimiz ham ozroq o'qidik. Qizlarimizning hammasini o'qitdik, bolalarimizni o'qitdi. 4 o'g'lim o'qitdi, kattaroq bo'lsa-da. Allohga shukr. Kızım İngiliz dili muğallim. Balam mallıktır. O'zing o'qiganing shu. Akasidan sağ olsun, birgalikda o'qitdik. Akasini aytmayapsan da shurga. Akasida kelaman deydi, mana muhabbat chaqirsa kelaman dedi tunogini. Akasi shunda aytadi dedim. Sizlar borib turadinglar, o'qing. Azat degan yaxshi bola. Azat zo'r bola. Yaxshi Xudoga shukr. Aytdir. Bir-birimizni qo'llab-quvvatlash shu darajada. Sevinchi yaxshi emassan, Azat zo'r. Yamanmadi. Yamanmadi. Sizlar izlab kelib o'tiribsizlar. Kelib o'tiribman-da sizlar. Rahmat. Sinfdosh Hammangiz sog' bo'linglar. Sizlarni hammangizni yaxshi ko'raman. Yaxshi ko'rgandan keyin hammangizni izlab kelib o'tiribman. Ko'plaringizning to'yinglaringizga bordim, ko'plaringizga borolmadim. Borolmaganlarimiz uchun uzr. Sebepga ko'ra borolmaganman. Mayli, salom. Endi ziyoni Ham vaqt kelaman to'ylarga. endigi to'ylar. Domlalar sizlarga rahmat. Sog' bo'linglar, vaqtingizda. Xudoyim shu bilan kelasi o'tirishmalarda birga o'tirib, sovchilik bo'lsin. Hammangiz sog' bo'linglar. Uylaringizda, oila a'zolaringiz, bolalarimiz bilan baxtli bo'linglar. Sog' bo'ling. Shunday uchrashuvlar bo'lib tursin. Mana 40 yillik ekan, 50 yillik, 60 yillik bo'lsin. Muğallimlarimiz ham shu 100ga to'layib yursin. Muğallimlar Chiroyli yigit, chiroyli ayol bo'lib yursin. Aymanjon opa. Aygul, muğallimlar yechimga ketishni ruxsat bermaymiz. Bizlar bilan kim qatnashadi? Zo'rg'a muğallimlar yo'q. Ruxsat yo'q sizlarga. Bizlar yashariy yurtda Jumuva akamiz. Sog' bo'lsin. Aymanjon opamiz ham yashariy yurtda. Rozim akamiz ham sog' bo'lsin bilan. Rahmat. Hammangizga rahmat. Sog' bo'ling. Shunday uchrashib turaylik. 40 yil deganda mana mahkam bir-birimizga tavushdik. Bundan keyin har oyda bir marta o'tirishib turaylik. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Shuning uchun aptashanglar. Tagida qoldirmanglar. Mana she'rdamat, She'rlaring yo'q. Ay, yendigida yodlab keladi she'r. Qarab etdingiz, sinfdosh. Yaxshi, qani.
Sınıftaşlar gerçi çözüp oturmayayım. Ben şiir açıp koyayım. Ha boldu, çözme. Şurası. Aydın lala gaz buldu. Oyunumuz saz buldu. Zakir açtılkı buldu. Gazlarını kovup gitti. Gazlar kaçtı deleden. Korkup tülkü boladan. Tülkümüz yeti almadı. Gazlarını tutalmadı. Vay. Şunun buna vesselam. Sapını tanısam. Bakayım sapıyla bari. Bir kabar mıydı?
kalan ya. Şunu bir aylandır mısın mesela? Ha? Tamam da bir çok. Молодец, yollarınız olsa önemli. Sen ne kadar? Ha? Yapacak benim. Ya, aytacağımdan öyle.
Kimni sever ya sen ay çaman ambari kaysıma gelsen bari Firuze yapmışı kaysı kâlıma tavus meyde taganması bir yanıma Bana bir baba, bana bir baba Bana bir baba Sınıftaşlar canı cahanım benim. Sınıftaşlar bugün Sınıftaş deb ketdi. bugün hurmatli do'stlar, hurmatli sinfdoshlar, mana Allohga shukr, mana sinfdoshlarim bugün Qoraqalpog'iston Bernarenda chiroyli o'tirish bazm bo'ldi. Hammasi yaxshi, rahmat Allohga shukr. Lekin sinfdoshlar 55-son kirib nomli maktabda bizlar 76-yil maktabga borib 86-yil tugatdik. Lekin Allohga shukr sinfdoshlarimiz 40 yillik yubileyni bugün inshaalloh nima qilib yuribmiz? Mana Xorazm viloyatida Xiva shahrini tashrif buyurdik. Lekin mana shu Xiva shahrida mana sinfdoshlarim bilan hammamiz birgalikda keldik. Baribir Xiva shahri ota makon, Xiva boshqacha narsa, qalla, qadimiy zaman bo'lgan shu. Mana shu qanaqaga tashrif buyurdik. Mana sinfdoshlarim sog' bo'lamiz. 55-son kirib nomli Qoraqalpog'iston Bernarenda 55-son kirib maktabning o'quvchilari. Sağ olun, selamat olun. Qana dars yerine ketdi. Alg'a! Alg'a! Obrat, sinfdoshlar, alqış topqaz. Ey sinfdosh. İyi bitirdim. Bolaligi diydor shirin orzu qilib urar yuraklar Yaxshi qoling bizni maktab sari iltgan ey yo'laklar Bolaligi diydor shirin orzu qilib urar yuraklar Yaxshi qoling bizni maktab sari iltgan ey yo'laklar Sinfdoshlar hayır sözünü aytolmaymiz Nahot endi bu dergohga bola bo'lib qaytolmaymiz Sinfdoshlar hayır sözünü aytolmaymiz Nahot endi bu dergohga bola bo'lib qaytolmaymiz Sınıfdamiz so'nggi bora ko'zimda qoldi yoshlarim Qaniydi kunda kun ora ko'rsak sinfdoshlarim Qaniydi kunda kun ora ko'rsak sinfdoshlarim Sinfdoshlar hayır sözünü aytolmaymiz Nahot endi bu dergohga bola bo'lib qaytolmaymiz Sinfdoshlar hayır sözünü aytolmaymiz Nahot endi bu dergohga bola bo'lib qaytolmaymiz
Maktabdagi muhabbatim hamroh bo'l bir umr bizga. Telbalarcha oshiq edim qo'shni sinfdagi qizga. Xarxashalar qilgan bo'lsak yosh boladay yoq-yoqda. Ma'zur tuting ustozlarim, siz qalbimiz ardog'ida. Sinfdoshlar, xayr so'zini aytolmaymiz. Nahot endi bu dargohga bola bo'lib qaytolmaymiz. Sinfdoshlar, xayr so'zini aytolmaymiz. Nahot endi bu dargohga bola bo'lib qaytolmaymiz. Nahot endi bu dargohga bola bo'lib qaytolmaymiz. Nahot endi bu dargohga bola bo'lib qaytolmaymiz. Mana bugun hammaning ko'zida yosh, ajralishar bir-biridan sinfdosh. Maktab binosi ham turar xomush. Bu ko'z yoshlarga berolmay bardosh. Hey sinfdosh, unutma do'stlaringni. Eslab yuraylik maktab chog'larini. Hey sinfdosh, unutma do'stlaringni. Eslab yuraylik maktab chog'larini. Kimdir yoniga izhor qildi sevgisi. Mayli ularga Xudoyim bersin baxtin. Ular doimo birga bo'lishsin. Hey sinfdosh, unutma do'stlaringni. Eslab yuraylik maktab chog'larini. 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 Hey sinfdosh, unutma do'stlaringni. Eslab yuraylik maktab chog'larini.
Yiqilsang qo'lingdan tutadi, sog'inib yo'lingni kutadi, duosi ko'klarga yetadi. Ustoz yaxshida, yaxshida, ustoz yaxshida. Avaylab tuzatar xatoni, tanitar senga keng dunyoni. Oftobdek issiqdir ruxsori, ustoz yaxshida, yaxshida, ustoz yaxshida. Onadek azizdir, otadek aziz, tanib bo'larmidi dunyoni usiz. Har qancha tursak ham xizmatida biz, ustoz yaxshida, ustoz yaxshida. Ilmi jo'sh uradi qalbida, yashaydi qadrini kaftida. Ustoz yaxshida. Olaylik mo'tabar duolarni, ko'rsatib shogirdlik vafolarni. Bizdan so'rasalar yaxshi deb kimni, ustoz yaxshida. Azizdir, otadek aziz, tanib bo'larmidi dunyoni usiz. Har qancha tursak kam xizmatida biz, ustoz yaxshida, ustoz yaxshida. Azizdir, otadek aziz, tanib bo'larmidi dunyoni usiz. Har qancha tursak ham xizmatida biz, ustoz yaxshida, ustoz yaxshida. Onadek azizdir, otadek aziz, tanib bo'larmidi dunyoni usiz. Har qancha tursak ham xizmatida biz, ustoz yaxshida, ustoz yaxshida. Aylanib kelgan ekanmiz. Hammamiz bilan yaxshi dam olinglar, aylaninglar. Bunday aylanishma o'tirishmalarimiz ko'paysin. Hammamiz sog' bo'linglar, aylanishmalarga kelinglar. Sog'chilik bo'lsin, tinchlik bo'lsin. Shunday chiroyli aylanib kettirib. Legenda 69. Malavis 69. Aman bolam. Muzikasi yo'q ekanda buni. Mana bugun 40 yoshda, 40 yillik yubileyimizda hamma jamoatchan bo'lib ketdi. Malavis. Tinch, tatu. Rahmat. Allohga ming hisob shukrlar bo'lsin. 40 yillik yubiley. 40 yilda uchrashdik. Malades. Sinfdoshlarim hammasi chiroyli, bir-biridan go'zal sinfdoshlar. Bugun chalinadi so'nggi qo'ng'iroq, tayyordir ko'zlardan toshmoqlik yosh. Har kuni demayman hop, yilda bir bora ko'rishib turaylik, hopmi sinfdosh. Ismimiz bosh harfi yozilgan partalarni, sho'xligu ustozdan yegandakilarni, beg'am u betashvish o'tgan lahzalarni unutmoq mumkinmi ey sinfdosh, ey sinfdosh?
Shirin shirin hayalni buzib chalinadi so'nggi qo'ng'iroq yodga tushar yurakni ezib ona maktab ochgani quchoq shirin shirin hayalni buzib chalinadi so'nggi qo'ng'iroq yodga tushar yurakni ezib ona maktab ochgani quchoq qo'shiq bo'ldi ko'ngil yoshlarim xayr endi sinfdoshlarim qo'shiq bo'ldi ko'ngil yoshlarim xayr endi sinfdoshlarim